Sopaxun Saurup, Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin hürmetlik generali, 20. əsr Uyghur tarixideki muhim şəxslərinin biri. Sopaxun Saurup, 1915 yılı Qumul şəhrinin Astani yezisida kambag'al dehqon oilasida dunyoga kelgan. Sopaxun Saurupning ismi Sopaxun Sauruf. Sopaxun Sauruf debmi yeziladi. U o'smirlik vaqtida dastlabda o'z yezisidagi diniy maktabda, keyin Qumul shahridagi tunji fanniy maktabda o'qigan. 1936 yilidan 1939 yilgacha millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangning Huangpu harbiy maktabining Urumchi sho'basida o'qigan. 1939 yili maktabni a'lo natija bilan bitirib, Qashqardagi, ya'ni keyin Urumchiga yo'tkilib kelgan. Otliq 31-polikda Payjong shtab ofitseri, Lianjang qatorliq vazifalarni o'tagan. 1944 yili Osman Qozoq, ya'ni 1899 yilidan 1951 yili Osman Islomning odamlari Mori Guchong atrofida bulongchilik qilganida Sopaxun boshchiligidagi 9-yilyan Osmonga qarshi urushga qatnashib, qahramonlik ko'rsatgan va xalqning mol-mulkini qaytirib elib bergan. Bu jarayonda Sopaxun xalq va askarlarning himoyasiga erishgachga, Gomindang Sopaxunning yuqori inoatidan qo'rqib, askar va xalqni hukumatga qarshi quturatdi degan tuhmat bilan tutib, Guchongdagi 46-diviziyaning turmasiga qamab, qattiq urib kesilchan qilib qo'ydi. Keyin askarlarning besimi ostida turmadan qo'yib beriladi. Sopaxun Saurup Uyg'ur yaqinqi zamon harbiy ishlar tarixida maxsus harbiy maktab bitirib, izot, rota va polik komandarlik darajasigacha bo'lgan 20 yillik harbiy musofani besib o'tgan. Shuningdek, o'z qo'shiniga qo'mondonlik qilib, uzun vaqt bevast qonliq janglarni beshidan kechirgan harbiy qo'mondonlarning biridir. Sopaxun Saurup millatchi Xitoy qismida harbiy bo'lgan. Bu jarayonda Uyg'ur jangchilar millatchi Xitoy qismidagi Shatinfang qatorliq Xitoy boshliqlarining chidog'siz kamsitishi va ezishiga uchragan. Ular Korli chaqiliq tosh yo'lini yasash jarayonida qora ishchi qatorida og'ir ishga silingan. Sopaxun Saurup va Uyg'ur askarlar tajovuzchi Xitoylar tarafidan tamoqdan xo'rlangan, nahaq ishga silingan. Og'ir ishiltish jarayonida o'lib ketgan Uyg'ur bolalari jangallarda qabrsiz qolgan. Zolim ham qonxo'r Xitoylarga norozilik bildirgan ba'zi yoshlarni hatto tirik ko'mivatgan. Uyg'ur, qozoq askarlarga ishonmaslik va chetga qiqish harakatlari jangchilarning qalbida bir tarafdan ishg'olchi Xitoyga qarshi cheksiz o'chmanlik tuyg'usini kuchaytsa, yana bir tarafdan vatanni Sharqi Turkistonning mustaqilligiga bo'lgan intilishni kuchaytirdi. Sopaxun shu chog'dagi ichinishli kunlarni eslab mundaq qo'shiqda qo'ygan. Guchongdagi donglarga potaylarni ko'p salgan. Yo'qsul ojiz xalqqa alvang yasoqni ko'p salgan. Guchongdagi cheriklar xalqni bulab talab, buzib uy imoratni, yog'ochlarini qalagan. Yog'och sanduq ichida qanchalik dunyosi bor. Emgak bilan yashagan qozoqning nima gunohi bor? Odam emasmi askar? Onisi yo'qmi ularning? Ona bolalarni o'ltirsa, vijdoni bormi ularning? Gomindangning askari qon ichar jallod bo'ldi. Na iloj Sopaxunga bag'ri o'rtam qon bo'ldi. Gomindanga askar bo'p, ish o'rnida xarlandiq. Yaxshi xizmat qilsaqmi, turmalarga solandiq. Sopaxun Saurup oxir fursat tepib, askarlari bilan ishg'olchi Xitoylarga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. 1944 yili 9-oyda Sharqi Turkistonning G'ulji shahrida tajovuzchi millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangga qarshi Sharqi Turkiston inqilobi portlaydi. Bu inqilob qisqa vaqt ichida g'alaba qilib, 1949 yili 11-oyning 12-kuni G'ulji shahrida mustaqil Sharqi Turkiston Cumhuriyeti davlat qurildi.
Bu vaqtda Millatchi Xitoyning 31 qismining Sopaxun Savop qo'mondonligidagi 8-9 lianlari Maytag'da edi. Inqilob xabaridan anglagan Sopaxun Savop qo'zg'olon ko'tarish uchun qat'iy niyatga kelib, jiddiy tayyorlik qiladi. Chunki Maytag bilan Azad rayonining oraliqi necha 100 kilometr bo'lib, bu joylarga Millatchi Xitoyning minglarcha askari o'rinlashtirilgan edi. Sopaxun Savop 1945-yili 4-oyning 27-kuni qo'l ostidagi 200 dan ortiq Uyg'ur askarlari bilan qo'zg'olon ko'tarib, Maytag, Shixu, Jing atrofidagi Millatchi Xitoy qismlari bilan qonliq kurash qilib, dushmanning 20 mingdan ortiq askarini bosib o'tib, Sharq Turkiston Jumhuriyatining Azad rayoniga yetib keladi. Ular yo'l bo'yi ko'plagan xalqning yordamiga erishidi. Bular yo'lda yaralangan jangchi Ahad Elini Nurpay ismli bir qozoq oilasining uyida qoldirishga majbur bo'ladi. Dushman keyin bu ahvolni bilib, Nurpay oilasidagi 13 odamning hammasini vahshiylarcha o'ldirib etdi. Ahad Elini ikki qo'ldan to'riki mixlab, burni va qo'lqini kesib, yipqa o'tkazib, Xamondagi dehqonlarga ko'rsatib, hayv qiladi. Ahad Eli bir kecha kunduz qiynalib, intayin ichinishli holda jon uzgan. Nurpay oilasidan birdan-bir hayot qolgan kichik qizi Xadichani jasus kampir bulab ilib ketgan. 1945-yili 5-oyning bug'doylar bashaq tatgan kunlarida Sopaxun boshchiligidagi bu vijdonliq yigitlar G'ulji shahrining Bayontay yezisiga yetib keladi. Bu vaqtda Sharq Turkiston armiyasining muavin qo'mondoni Zunun Tiyib, ya'ni 1917-yilidan 1984 Sharq Turkiston armiyasi qo'mondonlik shtabi nomidan ularning oldiga qarshi olg'ili chiqadi. Ular Sharq Turkiston Jumhuriyatining poytaxti G'uljiga kirgan kuni xalq bu qahramon yigitlarni nihoyatda dag'dug'liq tantana bilan kutib oladi. Xalq bulardan shu darajada rozi bo'lganki, hatto bu jangchilar bozorda bir narsa olsa yoki mo'zduz ustalarga oyoqlarini o'ngshatsa, ustalar pul olg'ili unmaydi. Bu vaqa Sharq Turkiston Jumhuriyati tarixidagi alohida ish bo'lib, tarixga yoziladi. Mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishi hozirgi zamon tarixidagi olamshumul vaqa bo'lib, bu davr Uyg'urlarning yaqinqi zamon tarixida tunji qitim o'zining 30 ming kishilik muntazam milliy armiyasi bo'lgan davrdir. 1945-yili 4-oyning 8-kuni Sharqi Turkiston Jumhuriyatining davlat armiyasi qurilgandan keyin Sharq, Shimol va Janubdan iborat 3 sap bo'yicha urush qilish loyihasi tuzib chiqiladi. 1945-yili 7-oyda Sharqi Turkiston Jumhuriyatining qaroriga asosan Sopaxun Savop Sharqi Turkiston armiyasi janubiy qism urush sepining bosh qo'mondonligiga tayinlanadi. Qosimjon Qambari, ya'ni 1910 dan 1956 hukumat vakili. Abdukerim Abbasov, ya'ni 1921 dan 1949 siyosiy komissar bo'lib tayinlanadi. Bu qo'shin 1945-yili 7-oyning 23-kuni Tekasdan Aqsu frontiga atlanadi. Hukumat rahbarlari va Tekas xalqi ularni dag'dug'i bilan uzitib qo'ydi. Ular ig'ir tabiiy sharoit qiyinchiligini yengib, muz davondan eshib, Aqsu tarafga o'tadi. Boy, Koni shahar noyillarini azod qilib, Millatchi Xitoyning qo'lidan o'lji ilingan ochliqlarni Aranlı jini qolgan xalqqa tarqitib berdi. Xalq ularni beshida ko'tardi va yigitlar top-top bo'lib ularga qo'shildi. Kishilar o'z o'g'illarini Sharq Turkiston armiyasiga fidoyilikqa berishdi. Xalq ularning keladiganligini anglab, kechilab yo'l bo'ylariga yetib kelib, ularning yo'liga talmirib, ularning kelishini intizorlik ichida kutdi. Ular yetib kelgandan keyin xalq ularni yig'i-zori bilan qarshi oladi. O'z qo'shinini ko'rgan Uyg'ur xalqi jangchilarning tashlarini yuzlariga surtib, jangchilarning ottirig'i esilib, yig'ilishib ketdi. Buvay momaylar, o'z qo'shinlarimizni ko'rdik. O'lib ketsakmi, armonimiz yo'q, deb qo'llarini egiz ko'tarishib Allohga duo qiladi.
yüzlerce xalqaro to'qmoqlar bilan qurollanib, ularga madad berdi. Sopaxon savurib Muzat qo'rg'onidagi millatchi Xitoy qismlarini yo'qotib, dushmanning Sharqiy Turkistonning janubidagi asosiy kuchini tutib turish orqali Sharqiy Turkiston armiyasining Shixuga yurish qilishiga kapolatlik qilish vazifasini muvaffaqiyatli o'rindaydi. Sharqiy Turkiston hukumati Sopaxonni Muzat qo'rg'onidagi botirligi uchun birinchi darajalik oltin medal bilan mukofotlab, Aqsu frontida ko'rsatgan xizmatlari uchun oltin medal bilan mukofotlaydi va polkovnik unvoni berdi. Sopaxon polkovnik keyin Tekes atliq 1-polikqa polik komandiri, Milliy armiya ta'lim-tarbiya bo'limining muavin boshlig'i bo'ladi. Sopaxon polkovnik Sharqiy Turkiston hukumati bilan millatchi Xitoy hukumati orasida tuzilgan 11 moddalik bitimning ruhi bo'yicha Aqsudan chekinish buyrug'i topshirib olgan vaqtida qattiq g'azablanadi. U oxiri Aqsuni ozod qila olmay, fojialik turda Aqsudan chekinganidan cho'nqur afsuslanadi. Sharqiy Turkiston armiyasi Aqsuni olg'ili oz qolganda, ajili to'shqan millatchi Xitoy Aqsuda o't yurak shoir Lutfulla Mutallib, ya'ni 1922 dan 1945 tashkilotchi Munirdin Xo'ja boshliq Uyg'ur xalqining 22 nafar munavvar farzandini fojialik holda qatl qilgan. Demak, Lutfulla Mutallib qatorliq inqilobchilarning o'ltirilishimi Sharqiy Turkiston armiyasining Aqsuga tushishi bilan munosabatlik bo'lib, Sopaxon savurib, keyingi kunlarda Lutfulla Mutallib va sabdoshlarini qutqizib qololmaganligini, shundoq qilib, ularning shahid bo'lishiga Milliy armiyaning Aqsudagi harakati sababchi bo'lganligini xursinish ichida aytib o'tgan. Sharqiy Turkiston armiyasining bosh shtabi bir oy atrofida davomlashgan Aqsuni qurshab hujum qilish urushiga biror polik darajalik qo'shin va yoki biror minomyotchilar rotasi bo'lsa-mu avatmagan edi. Bulardan boshqa yana zo'r sondagi fuqarolar fidoyi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo ularga Sharqiy Turkiston hukumati tarafidan qurol yaroq va o'q dorilar yetarli darajada avatilmaganligi uchun qurollanish ahvoli nachar edi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Jumhur boshlig'i Elixon To'ramning o'g'li Aslixon bir mazgildan keyin Sopaxon Savrubga dadisi Elixon To'ramning bevosita buyrug'i bilan az bir qism Jumhuriyat muhofizatchilari bilan yordamga kelgan bo'lib, u bu haqda mundaq deb yozadi. O'zimizdagi barliq o'qlar sanoqliqli qilib, hujumni davomlashtira olmay, takror muzritga o'q so'rab odam avatdik. Avatgan odamlarimizni yana quruq va'dalarni qilib qaytirdi. Uningdan boshqa yana partizanlar shtabi Aqsu sepilining ostiga partlatqich to'g'risi ko'mib, sepilni partlatish orqali shaharga hujum qilib kirish uchun maxfiy laxma ko'lab, sepil tuyigacha akilib, G'o'ljidan partlatish to'g'risi kelishni kutgan bo'lsa-mu, ammo partlatish to'g'risi yetib kelmagan. Bu jarayonda Sovet ittifoqi Sopaxon polkovnikning boshchiligidagi qo'shinga harbiy maslahatchilikka tayinlagan Zokir To'ra va Iskandar qatorliqlar Sopaxon polkovnikni kuzatish bilan birga barliq ahvollarni xo'jayinlarga yetkazib turgan. Sopaxon polkovnik bu ikki kishiga qarshi ochchig'ini ichiga yutishga majbur bo'lgan. Cumhuriyetning poytaxti G'ulji shahridagi Sovet ittifoqining harbiy siyosiy maslahatchilik organi hesaplanadigan 2-dominning mas'uli general-mayor Vladimir Stepanovich Ignarov Aqsu urushi oxirlashgandan keyin Sopaxon polkovnikning haqida Moskvaga bevosita ma'lumot yo'llagan. Bu ma'lumot, ya'ni Stalinning alayda papkasi deb atalgan. Stalinga munosabatlik hujjatlarning arxivida saqlangan. Sopaxon polkovnikning Beijingda nashr qilgan 496 betlik "Men kechgan kechiklar" nomli aslimasining mutlaq ko'p qismi uning qo'zg'olon ko'tarib, milliy armiya tarafga o'tishga bo'lgan jarayonlarga beg'ishlagan. Biroq uning 1945-yili 6-oydan 1949-yili 12-oygacha bo'lgan oraliqdagi harbiy hayoti, bo'libmi kishilar eng qiziqqan Aqsu jang maydonlaridagi tafsilotlar Xitoy tajovuzchilari tarafidan kitobdan chiqarib etilgan. 1949-yili kommunist Xitoy,
ya'ni Gungchandang Sovet ittifoqining yordami bilan Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin Sharqiy Turkiston armiyasini Xitoy armiyasining 5-korpus armiyasiga o'zgartgan. Sopaxun polkovnik 1950-yili 2-oydan 1951-yili 6-oygacha 5-korpusning harbiy ta'lim-tarbiya bo'limining boshlig'i bo'lgan. 1951-yili ofitserlar siyosiy o'rganish kursida Xitoy boshliqlarining ziyonkashligiga uchrab, polkovnik darajasidan rota darajasiga tushirilib qo'ygan. Keyin harbiy saptimo chekindirib o'tilgan. 1951-yildan 1953-yilgacha atalmış yer islohoti xizmatiga qatnashgan. 1953-yildan 1955-yilgacha dehqonchilik 4-diviziya transport 4-atatida cho'ng atrat va bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1955-yildan 1984-yilgacha atalmış avtonom rayonluq tashyo'l idorasida boshqarish, nazorat qilish bo'limining muavin boshlig'i, mexanizm ishlari bo'limining boshlig'i, tashyo'l idorasining maslahatchisi qatorliq vazifalarni o'tagan. U atalmış madaniyat zo'r inqilobida yana ziyonkashlikka uchragan. Tajovuzchi Xitoy maxsus harbiy maktab bitirgan va Sharq Turkiston armiyasining polkovniki bo'lgan ham milliy armiyaning yuqori darajali komandirlari orasida eng uzun mezgil harbiy xizmat o'tagan kasbiy harbiy xodim bo'lgan Sopaxun Sovrupqa 1950-yildan keyin hech qanday cho'ng huquq bermagan va burunla harbiy sapdan chekindirgan. Xitoy Sopaxun Sovrupni hayotining oxirigacha ko'zdan uzoq tutishga tirishgan. Biroq Uyg'ur xalqi uningga allaqachon generaldanmi yuqori unvon berib bo'lgan edi. Sopaxun Sovrupning qatnashgan urushlari bek ko'p bo'lib, u Sharqiy Turkistonning sharqida Qumuldan Mori, Guchong, Jimisargacha, shimolda Maytog'dan Bo'rtala va G'uljigacha urushga qo'mondonlik qilgan bo'lib, Sharqiy Turkistonning o'ttir qismida bo'lsa, Urumchidan Oltoygacha, janubda Oqsudan Korla, Charchangacha oyoq izi tegmagan yer qolmagan. Sopaxun Sovrup 1984-yili dam elishga chiqqan. U shuningdan keyinmi vaqtini ching tutib, zehnini yig'ib keyingi avlodlarga ashu yillardagi ajoyib tarixni aynan yetkazish uchun "Men kechgan kechiklar" ismli tarixiy aslamasini yezib chiqqan. Shu asarlar 2010-yili 8-oyda Millatlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan. Bu Sopaxun Sovrupning har bir Uyg'ur o'qib chiqishga arziydigan esil asaridir. 2000-yili dongliq realistik yozuvchi Zordun Sabir, ya'ni 1937-yildan 1998-yilning Ana yurt romani nashr qilingandan keyin Abduvali Ayub qatorliq bir qancha Uyg'ur ziyolilari general Sopaxun Sovrup bilan ko'rishish uchun uni yo'qlab boradi. Sopaxun nihoyatda xushal bo'lib, ularga tuvandagi bir qancha aslamasini aytib beradi. Generalning huzurida Abduvali Ayub: askarlarimning komandirlari Uyg'urcha edi. Qo'zg'olon maxfiyatligi oshkorlanib qilib, muddatdan burun qo'zg'alishga to'g'ri keldi. Dushman necha ming askar bilan yo'l bo'yi qo'g'lab, ham to'sib, zarba berib bizni ko'p halsiratdi. G'uljiga yetib borganimizda 200 dan ortiq askarimizdan aron 90 nachisi hayot qolgan edi. G'uljiga berishimizga bizni Rus ofitserlar qurolsizlantirishdi. Keyin Alixon To'ram buyruq tushirib, qurollarimizni qaytirib berdi. Biz borganda cho'ng komandirlarning ko'pinchisi Rus bo'lib, askarlarning buyruqlari butunlay Ruscha ekandiq. Cho'ngroq harbiy yig'inlarda plan Ruslardan bo'lib, Uyg'urlardan maxsus harbiy ta'lim ko'rganlarning kamligi bakmo bilingan ekan. Biz kelgandan keyin bu ishlar bir oz o'zgardi. Sopaxun Sovrup Sharq Turkiston milliy armiyasi sepiga qo'shilgandan keyin davlat rahbarlarining o'z askarlarini ko'zdan kechirishini qabul qilish murosimi o'tkazgan. Bu murosimda u askarlarga Uyg'urcha komanda berib, Uyg'urcha jang naqshisi aytgan. Buningdan davlat rahbarlari bakmo hayajonlangan. Bizning bolalar qiziqmaydi.
Sopaxun Savrupning ayoli. Voy bolalarım, sizlar boshqa maktabdan turib, o'qishib, atoyitin izlab kelibsizlar. Anglab tursam, shuncha jiq tarixlarni so'rab ketdinglar. Bizning bolalar dadasidan bularni so'rabmi qo'ymaydi. Dadasi to'g'ri kelib so'zlab salsimi qiziqmaydi. O'rnidan dast turolmaydigan mushu odam chig'ida to'xtamay kitob o'qiydi. Beshidan o'tganlarni burunli kitob qilib yezib bo'lgan. Ammo muharrirlar jiq o'zgartib o'tkachga nashr qilishga unimidi. Chiqmasin, yolg'onni qatqizmayman, deydi. Bu odamdagi qandoq jonki, so'g'oqda dugdaymaydi, issiqdan salpiyib ketmaydi, midirlolmasa chiniqidi. Ana yurt degan roman chiqib bo'lguncha taqatsizlanib chiqishig'ila ilib o'qib bo'ldi. Bizning bolalar kimni do'radikin? Dadasi shuncha yil e'tiborlab saqlagan o'rdanlarini yo'qotib bo'ldi, dedi hasratlanib. Ana yurtni asli 7 qism degan edi. Gap arlig'ida Sopaxunikam marhum Zo'rdim Sabirning o'zi bilan bir qancha qitim ko'rishganligini aytdi. Marhum menga 1944-yillardagi Sharqi Turkiston Jumhuriyati davlati haqida 7 qismliq bir tarixiy roman yozmoqchi bo'lganligini aytgan edi. Ammo kitob 3 qism chiqdi. Balkim marhumning salomatligi yor bermagan bo'lishimi yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Zo'rdim Sabir men bilan uzoq mungdashgan va ba'zi yozmalarni ilib ketgan edi. Romanni nashr qilishi bilanla o'qib chiqdim. O'ylaganlaridek yezishga tirishibdi, lekin ko'p qisqartirilibdi. Qoral tashlasang atmaymizmi yoki qoral tashlamaymiz atmami? Aqsu sepilini qorshab turgan Sharqiy Turkiston armiyasi zambirak bo'lmaganligi sababli sepilni portlatishga qodir bo'lolmay qo'rshav uzrab ketgan. Bosh shtabdan chekinish buyrug'i topshirib olgan Sopaxun Savrup va jangchilar qaytishga tayyorlik qilayotgan damlarda 9-oyning 2-kuni Gomindan qismlari kelishimiga xiloflik qilib hujumga o'tgan. Sharq Turkiston armiyasi fidokorlik bilan ilishib dushmanni chekindirgan. Dushman bir oz etishib o'q etishni to'xtatgan va qorallaarining uchini yerga qaratib, qoral topshirsang atmaymiz deb olg'a yugurgach vaqirashgan. Bu chaqda Sopaxun Savrup, ular qoral topshiringlar, atmaymiz deyotdi. Qirib tashlayli desa, Abdukarim Abbasov qoral topshirimiz, atmanglar deyotdi deb ikkalan talishib qolgan. Sopaxun Savrup Abdukarim taslim bo'ladigan dushman qorallarini tashlab bir yerga to'playdi. Ondan quruq qo'l bo'lib vakil avatidi. Desimo Abdukarim Abbasov qoyil bo'lmay askarlarga tayyorlik buyrug'i bergizmagan. Dushman askarlari yaqin kelib olgandan keyin biroqla g'aljirlarcha hujumga o'tgan. Natijada nurg'un jangchi shahid bo'lgan va qism mag'lub bo'lib chekingan. Bu mag'lubiyatning jangchilar va xalq ichidagi ta'siri intayin yomon bo'lgan. Aqsu ozod bo'lishga ozliq qolganida Sharqi Turkiston hukumatı bilan millatchi Xitoy hukumatı taraf suhbat o'tkazdi va Sopaxunlarni chekinishga buyruq qildi. Bu vaqt 10-oylar bo'lg'achqa dengiz suyidan 5000 metr egizlikdagi muz dovonida shivirgan kuchlik bo'lib, tutak ichida oldidagi odamni ko'rgili bo'lmaydi. Havo yetishmaslik tufayli ba'zi jangchilar hushsizlanib yiqilib tushsa, ba'zi jangchilar qor ostida qoladi. Jangchilar otning quyrug'iga esilib, ba'zi jangchilar otning chulvirini beliga o'rib olg'achqa, ot teyilib ketganda ularmi ot bilan hongga tushib ketadi. Bu jarayonda Sopaxunlar eg'ir kunlarni boshdan o'tkazadi. Aqsu xalqi tajovuzchi Xitoylarning o'ch elishidan qo'rqib, parakanda bo'lib, eg'ir vayronchilik qiladi va har tarafga musofir bo'lib chiqib ketishga majbur bo'ladi. Qocholmagan xalqni Xitoylar o'ch elib, vahshiylarcha o'ltirib etadi. Shunga Sopaxun Savrup bu qitimliq chekinishni o'z aslamasida qurbon berib ijro qilgan buyruq deb ataydi. Xotima generalning vasiyati. Sopaxun Savrup Uyg'ur yoshlarga bir millatning tarixini o'rganish, yana biri kasb egallashdan iborat ikki ishni umrlik hamroh qilishni ta'kidlagan. Demak, u umrining oxirida mushu ikki vasiyatni qoldirib ketgan. Bolalarim, men askar boshlab
qoral ko'tirib so'qish qildim. Türmege tushib, mahbuslar qatorida ig'ir emgakmi qildim. Zay zindanlarda, qo'rqinchli qiynashlarda xo'rlandim. Ammo bosh egmedim. Tizlanmadim. Meni ikki narsa yiqilgan yerimdan turg'izdi. Biri men o'rgangan tarix, yana biri men egilagan hunar. Men bilgan tarix menga millati uchun kurash qilib, hurlik talab qilgan ajdodlarimning kurash irodalari orqali ma'naviy yo'lak bo'ldi. Boğularimizning shonliq tarixi va qahramonlik ish izlari menga zay zindonlardimi boshpana, ruhiy uzuq bo'ldi. Dushman och qo'ydi, ammo umidsizlantirolmadi. Tenimni qiynadi, ammo ruhimni bosh egdirolmadi. Chunki mening ruhiy dunyorimda ajdodlarimiz hikmatlaridan allaqachon yiqilmas iroda munori tiklangan edi. Bu xosiyatlik munarni hech kim yiqitolmaydi. Men boğularimizning insonga 72 xil hunarmi oz degan tavsiyasi bo'yicha fursatli bo'lsa hunar o'rgandim. Turmaga tashlangan chig'imda qo'limdan navoiylik, shopurlik, remotchilik, ko'rik yasash, tomchilik qatorliq hunarlar kelganligi uchun dushmanlarning menga ehtiyoji tushibli turdi. Balkim mushu hunarim xosiyatidan bo'lsa kerak. Shuncha qiynadi-yu, o'ltirishmadi. Hunarning xosiyati sabablik hayot qolgan malla emas. Marhum O'tkir apandim. Ya'ni 1923 dan 1995 xizmatdan qoldirilgandan keyin yog'ochchilik bilan jon saqlagan. Urumchida ko'nlar helimi O'tkir apandimni, ya'ni darozi yog'ochchi deb atishidi. Balalarim, ishxonada gazet o'qib o'ltirib xizmat qilyapman demanglar. Qizil varaqlarni yig'ib olib, boyliqimiz demanglar. Bovularimiz kimdan qolmagan bu jahon deb to'g'ri aytgan. Biz jiq jahon ko'rdik. Bağlam pullar bir kechada quruq qog'ozga aylandi. Hayvatli qasrlarda g'adayganlar bir kechada och zarlarga aylandi. Ruhimiz sulmusun desanglar, tarix o'gininglar. Qaddimiz sunmusun desanglar, hunar o'gininglar. Sopaxun savrup, Sharqiy Turkiston xalqining manfaatini hammadan a'lo bilatdi. Umid var, jafoga chidamliq, pok diyonatlik, oddiy sodda, kamtar, axloqliq, fazilatlik, chiqishqoq edi. Kasbini qadrlash, olg'a intilish ruhi kuchlik edi. Uning oxirgi umridagi ma'rifatparvarlik, avlodlarning tarbiyalanishiga ko'ngil bo'lish ro'yimi alohida qadrlashga arziydi. U 20 yildan beri Qumul, Turpan, Pichan qatorliq joylardagi boshlang'ich maktablarga va nomrod o'quvchilarga 32 ming so'mdan o'shiq pul va nurg'un kitob jurnallarni iyon qilgan. Urumchida qurilgan Mangutosh kutubxonasiga yana 2 ming so'm iyon qilgan. 2001 yil 12 oyning 11 kuni ig'ir kasal bilan yotgandimi, vafot bo'lishdan 6 kun ilgari yanida saqlab kelgan 6 ming so'm pulni Qumul shahridagi Umid boshlang'ich maktabiga iyon qilgan. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hurmatli generali, 20-asr Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarning biri, marhum Sopaxun Savrup 2001 yili 12 oyning 17 kuni 86 yoshida Urumchida vafot bo'ldi.